Quyidagi 3 ta amal sizni barakangizni oshirib yuborishi mumkin. Oxirigacha tinglang. Barakali bo'lishni istagan inson birinchi navbatda hayotidagi barcha mavjud narsalar uchun shukr qiladi. Pul, omad, muvaffaqiyat va oila uchun. Agarda siz noshukr bo'lib, faqat nolinib yurgan bo'lsangiz, Qur'onning Ibrohim surasi 7-oyatidagi haq va'daga binoan sinalasiz va kufr qilayotgan bo'lasiz. Sizni hayotingizda baraka so'zi ham, barakani o'zi ham bo'lmaydi. Qur'onning Ibrohim surasi 7-oyati: Agar shukr qilsangiz, ziyoda qilurman, agar kufr keltirsangiz, azobim shiddatlidir. Tasavvur qiling, siz noshukursiz va buni oqibatida barakangiz yo'qolib ketishi mumkin. Ikkinchisi tez-tez ehson. Hozirgi paytda ko'pchilik insonlar ehson masalasida bilimlari kamroq. Agarda siz ehson berishni davomli qiladigan, hayotingizga dasturi amal qilib kiritadigan bo'lsangiz, hayotingiz barakali bo'ladi. Uchinchisi chin yurakdan duo. Ko'pchilik duo qilishni unutib qo'ygan. Nima uchun? Chunki hayotidagi bo'layotgan jarayonlardan norozi, ishonchsizlik va kelajakka nisbatan qo'rquvlar insonni yaxshi niyat va yaxshi duo qilishga undamayapti va buni natijasida duo qilmaganingizni oqibatida yo'llar ham sizga ochilmayapti. Mana shu 3 ta formulani hayotingizda qo'llab ko'ring va buni natijasini tez orada ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi, inshaalloh.